TikTokda gruppaviy chat ochishni o'rganamiz. Buning uchun TikTokimizga kirib olamiz. TikTokimizdan mana shu входящий degan joyga o'tsak, bu yerda chap qo'lda tepada ikkita odamcha va virus rasmi bor. Shu yerga bitta bossak, sozdание групповой chat degan joy chiqadi. Bu yerdan o'zimiz xohlagan odamlarni добавить qilib olsak bo'ladi. Masalan, men bittasini добавить qilaman va создатga bosasiz. Создатga bosganingizda mana o'sha grupповой chatimiz ochildi bizda. Bu yerda napisat, ya'ni yozsangiz bo'ladi. Salom deymiz, masalan, ketdi. Boyagi odam ham xuddi shu narsani SMS bo'lib keladi unga. Bu yerdan ismini yozamiz. Masalan, Bubblenet. Instagram, YouTube va Telegramda Bubblenet deb qidirsangiz chiqib keladi mana shu kanalim. Bu yerdan добавить людей qilsangiz bo'ladi yoki gruppadagilarga ya'ni xabar bo'lib, ya'ni ovozli xabar bo'lib kelish-kelmasligini qilsangiz bo'ladi. Закрепить наверх bu funksiyani yozsangiz, yoqsangiz, ana shu сообщениеda turganda birinchi bo'lib mana shu gruppangiz turadi. Управление gruppa bor. Bu yerdan har xil o'zini nimalari bor. Передача владения прав, ya'ni gruppani kimgadir o'tirib bersangiz bo'ladi. Mana shunday qilib vstупление, ya'ni bu yerda administrator одобрение qilsa, mana uni bossangiz, ya'ni zaявка tashlashadi, xuddi Telegramdagiga o'xshab. Siz uni qabul qilsangiz, kanalga qo'shilsa bo'ladi. Bu yerda удалить qilsangiz bo'ladi участникlarni. Shunaqa, bu yerda покинуть gruppa bor. Bu yerda bu xohlasangiz silkasini olib turib jo'natib yuborsangiz bo'ladi har xil ijtimoiy tarmoqlarga yoki mana bu yerdan rasmni, bu yerda описаниеni o'zgartirsangiz bo'ladi.